Qara, 7 yil yashaysanmi, 8 yil yashaysanmi, shu 7, 8, 9 yil yashaganlar biladi, eri bir umr xotinni aldab yashaydi. Qara, endi nima deydi? Hali hamma zo'rib ketadi, hayotimiz zakonniy bo'ladi. Xotinsan, shu gapga ishon. Hech narsasi yo'q o'zi hali. Xudo xolasa 2 etajli uyimiz bo'ladi. Pastida oyim bilan adam yashaydi, tepasida bizning uyimiz. 8-9 ga ishonib yashaysan. Hech qachon unaqa bo'lmaydi qizim. Hech qachon. Eringni xom hayf. Mana shu erkaklar esa xayol surishga usta bo'ladi rostdan ham. O'tirib olib, shunaqa gaplarni aytadi, bilasizlar? Hovlimiz bo'ladi, kiraverishda mashina qo'yadigan joy обязательно. Kirganingdan keyin 2 etajli uy. Pastki qavatda uni ota-onasi, ko'chada qolgurlar, tepasida o'zinglar uchun uy. Yo'q, sen emin-erkin bemalol ochib berib yota olmaysan hech qachon. Bir umr ota-onasi soyabon senga mashina turadi. Bir umr. Qayerda yashaysa pastki etajda. Nimaga aytsa tepaga chiqa olmaydi, qiynaladi, oyog'i og'riydi, pastda tualet vanna, dush qilib berib. Ota-onangizga dush oy nima kerak o'g'lim? Ota-onangiz qarigan chog'da qilarmidi? Yotadi, deb uxlaydi endi ular. Mashina olib beraman deb aldiydi. Hech qachon. Senga mashina olib beraman. Sen faqat bolalarni maktab bog'chaga olib borib, qara bir umr shunaqa yashaydi deb o'ylaganini qara. Bolalari katta bo'lib ertaga qarand bo'ladi deb o'ylamaganini qara. Sen faqat bog'chaga, maktabga tashab, mashinani haydab yurasan. Shu xom hayol bilan bir 10 yiling o'tadi. 10 yildan keyin qarabsanki, o'zing ishlab pul topib mashina ham olasan. U toki senga mashina, u mana amtagi chini ham qo'ydirib bera olmaydi u aslida. O'zi aslida mashinani qo'yib tur, spat, pip pip. U toki senga mashina olib beraman, mana chini yo'q chini qo'ydiraman degunicha, sen o'sha bolalaringni uylantirib, erga berayotgan bo'lsan, qarib qo'ygan bo'lsan. Sochingni Mamitdan oq mundoq o'tib oralab, Mamitga katta sugal chiqib, sugalingni ustidan 4 ta jun mundoq turadi. Mamitning mo'yloving bosib, rag'adag'adon deb yerga berasan bolalaringni. Ishonma, xom xayolga ishonma. Bolalaring katta bo'ladi, o'zing oyoqqa turasan, eringdan hech narsa kutma qizim. Erkak kishi hech narsa qilib bera olmaydi. Endi qilib berishi mumkin. U paytda sen qarib qolgan bo'lasan, lekin o'ylab ko'r. Bu dalbayob ering pul topib kelaveradi, senga 100 dan 1 qismini seni ro'zg'oringga mana deb beradi. O'shanga go'sht yemaysan, unga ham piyoz kartochka bilan kuningni o'tkazasan. U sen duo qilasan, birizga ming qo'shilsin, Allohim ishlaringiz omadini bersin, sen duo qilaverasan sen. U topgan pulni ota-onasiga mana ada, mana oyi deb opa, seni qavmi qarindoshlarga tarqataveradi topgan pulini. Sen o'tiraverasan. Deb umring o'tib